insonlarda foydali hamda zararli odatlarga yana zararli odatlari ko'payib boryapti. Bu zararli odatlar keyinchalik masalan 40 yosh, 50 yosh, 60 yosh, ba'zilarda 30 yoshdan keyin surunkali kasalliklarga albatta sababchisi bo'ladi. Avval masalan zararli odatlarni chekish, ichish, tabletkalar qabul qilish, doimiy telefon bilan ishlash, internetdan boshini ko'tarmaslik, boshqalar bilan muloqoti yo'qligi, uyquni buzilishi, noto'g'ri ovqatlanish, hammasi shu insonlarning o'rtasida yana zararli odatlarga qo'shilgandek bo'lib qolyapti. 10-15 yoshlarda darrovda telefonga bog'lanib qolib, boshini internetdan ko'tarmasdan har xil narsalarga berilib, dunyoqarashini tor qilib, faqat bir tomonlama qoladigan bo'lsa dunyoqarash. Bu o'zi 25, 26, 30 yoshlarga borganda umuman bu narsadan deyarli chiqolmaydi. Shuni hisobiga har xil nevrozlar, depressiyaga tushib qolishlar bo'lishi mumkin. Bo'lyapti ham, uchrayapti ham shu narsalar.